Demak biz Zira okey va. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mister Otabek TV kanaliga xush kelibsiz. Bu yonimdagi velosipedlar sizni qiziqtirishi mumkin. Qiziqmang, chunki qaysidir befarosat tashlab ketibdi. Biz bugun Namangan tumani Navbahor shaharchasiga kirib kelganmiz. Bu yerda yangi o'quv markazi, ya'ni Zira Academy o'quv markazi ochilibdi. Ketdik bu haqida ozgina ma'lumot olamiz. Demak do'stlar, biz ushbu markazning asoschisi bilan uchrashdik. Marhamat qilib bizga ozgincha ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Otabek aka, siz ham taklifimizni yoqtirganingiz uchun rahmat. Biz ish faoliyatimizni boshlaganimizga ko'p bo'lmadi. Shunga qaramasdan bizda arab tili, ingliz tili, matematika hamda rus tili fanlarimiz mavjud. Uzr, bir daqiqa gapingizni bo'ldim. Sizning fanlaringiz tajribali ustozlar tomonidan olib boriladimi? Albatta, har bir fanlarimizga tajribali ustozlar yollaganmiz. Shuningdek, bolalarga individual holatda yondashadi ustozlarimiz. Rahmat. Hurmatli ota-onalar, agarda sizning ham farzandingiz 3 oylik yozgi ta'tilni befarosatlarcha bekorchi o'tkazib yuborishini istamasangiz, Zira Akademiyaga tashrif buyuring. Mister Otabek TV kanalida ko'rishguncha.